Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Toza domni 1-etajında 57 kvadrat 2 xonalı kvartiramiz. Keng, baland etib qurilgan, pishgan karvishdan qurilgan domimiz. Podyezddan kiraverish eshiklarimiz bu ham 1 metrlik narsa girib chiqarganingizda qiynalmaysizlar. Ishdan kirib kelasiz, bir kafel, past topli pol, ko'shda qurib turish uchun bu yana laminat ketadi keyin. Qo'lyodon rakovinalar bira dekorativni ishlangan ekan, ajoyib etib. Eshiklarimiz ham zakaznoy, dabor etib, zakaz bilan qimmat eshik qo'ydirilgan. Yashimizda biz o'tganlar. Doğruda zali, bir de spalni, sanusi, kuxnasi. Kuxnadan başlayımız. Yine kuxnamız. Gaz plita bilan kuxinnikamiz, stenli katyol. Başka registr turbaları hemen narsasi o'tgan. Bunda topli pol bu vanna bilan girgan yerimize topli pol yetadi. Stenli katyol shuni qo'yasiz, ulabaras bo'ldi, tayyor. Lyustraları, başka narsalar tayyor kassa, laminat pol. Benim sanuzi işlerim itibarı testlayla. Sanuziyelimizden keng etib olingan, ajoyib etib beri Aristonu, pese strenli maşina qo'yiladi. Bu narsaları qo'yilgan, yine tomishkali rakovinalarimizni unitazi tayyor. Vandan algan adamın o'zi qo'yadi sinisitil bilan. Onu duribdi, qistirib beres bo'ldi. Aynaları bak, hava girib chiqib tozalanib turadi. Razitkalar tashab ketilgan yine. Dapatalab kafel. Yaşımızda biz o'tganlar ajoyib, hurmatli obunachilar. Bir de spalnisi. Lyustraları asılıb, aboyları kılınıb duribdi tayyor. İstiş registrlarımız yine joyida duribdi. İşiklarni e'tibor etgan bo'lsangizlar, ikki tarafini ham dabor etib ishlatganlar. Bu arzon tushmaydi bu narsa. Shu koronalari, dabori. Zala yarım eshik qo'ydirgan ekanlar, ajoyib etib. Bularni e'tibor etib, qimmatini naqsidan qo'ygan. Yine zalımız. Aynası uyumuzun 3 tomoni ham qaragan. Bu yan başa, o'ng taraf, chap tarafi doğru var. Yani lyustralarni ham kattasidan qo'yib beribdilar, ajoyib. Televizor zonada rozetkalari, bir de konditsioner uchun rozetka. Yani aytganimizdek dabor koronalar ikki taraf ham ishlangan eshikni. Uyimizning narxi 365 milyon. Ekrandagi nomerlarni aloqa chiqaverasizlar. Kimda kim uyini sotacak bo'lsa, olacak bo'lsa, bizlarning xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sabringlar, reklama berish bepul. Kim uyini sotacak bo'lsa, bemalol aytaverasiz. Sog' bo'linglar.